daraja va uning xossasiga doir ba'zi bir misollarni ko'rib o'tib ketamiz. 4-misolni ko'ramiz. 4-misol 3 ta 5, 4 ta 7. Misolni sharti daraja ko'rinishida yozing deb qo'ygan ekan. 5 dan 3 ta ekan, 7 dan 4 ta ekan. Bu javob tugadi. Mana shu holatda qoldiramiz. Endi 9-misolni ko'rib o'tib ketamiz. Bu yerda a dan 2 ta bor, a ning kvadrati bo'ladi. B dan 3 ta bor, b ning kubi bo'ladi. Bu yerda plus a dan 3 ta bor, b dan 2 ta bor, b ning kvadrati. Endi xohlasangiz shu holatda qoldirsangiz bo'ladi. Yo'q, soddalashtirib qo'yaman desangiz 2 ta bor ekan, 3 ta bor ekan. Demak, ikkitasini chiqarib ketamiz. 3 ta bor ekan, bunisida 2 ta bor ekan. Ikkitasini chiqarib ketamiz. Chiqarib ketganimizda a ning ikkitasi chiqib ketgan, b dan 2 ta chiqsa bitta b qolib ketadi. Bunisida bitta a qolib ketadi. Mana shu holatda qoldirsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi. Endi mana bu holatlarga e'tibor berasiz. Bu holat bilan bu holatning farqini yaxshi tushunib olishlaring kerak. Bu yerda daraja faqat 4 ning o'ziga tegishli, bu yerdagi daraja esa -4 ga tegishli, ya'ni minus ishoraga ham tegishli. Xo'p, daraja tegishli bo'lsa nima bo'ladi? Juft daraja bo'lganda -4 ning ikkinchisini hisoblamoqchi bo'lsangiz, qarang, buni hisoblayotganingizda -4 ni -4 ga ko'paytirasiz. Javob 16 bo'ladi, plus bo'ladi. Lekin -4 ning kvadratini hisoblashga bo'lsa, minusga teginmaysizda 4 kare 4 ni hisoblaysiz. Bu -16 bo'ladi. Shu ikkalasining farqini yaxshi bilib olishlaring kerak. Xo'p, endi hisoblaymiz. Bu -16 bo'lar ekan. Bunisi esa ayrilgan. Mana bu esa mana bu qism 16 ga teng bo'ladi. 16 qo'shilgan -2 ning 4-daraja. Juft daraja minusni yeb ketadi. Chunki 4 ta minus plyusga aylanib ketadi. 2 ning 4-inchisi 16 bo'ladi. Xo'p, -16 -32 bo'ladi. -32 dan 16 ni aytsak -16 bo'ladi. Ya'ni mana bu ketadi. Bitta -16 o'zi qoladi. Xo'p, barobar qilamiz. 4 ning -2-darajasi boyagi xossaga ko'ra manfiy daraja bo'lsa, bittasi 4 ning kvadrati bo'ladi. Plus bu nima bo'ladi bu? Bittasi 5 bo'ladi. Ko'paytirilgan 4 ning kvadrati hisoblasak 16 chiqadi. Endi umuman qilib beramiz. Bunga 16 dan, bunga 5 dan. Barobar 5 qo'shilgan 16 taqsim 80 ko'paytirilgan 80. Bu oddiy misol bo'lib qoldi. 80 dan 80 ketadi. 16 ga 5 qo'shilganimizda 20. Xo'p, keyingisi darajasi xossasiga ko'ra 13-daraja. A ni 10-chisini 3-darajasi bo'lsa, A ni 10 kare 3 bo'ladi. A ni 30-daraja. Xo'p, barobar darajasi xossasiga ko'ra, mana bu ko'paytmaning xossasiga ko'ra har biriga tegishli va har biriga tegishli bo'lganiga bunday bo'ladi. A ni 2 kare 2 4-inchisi, B ni esa 7 kare 2 14-inchisi. Bo'lingan A ni 3 tasi, B ni 12 tasi. 4 kare 3. Bo'linayotganda daraja ayriladi qachonki asoslari bor bo'lsa. 4 tadan 3 tani bo'lib olsak, A dan bitta qoladi. 14 tadan 12 tasini olib kelsak, B dan 2 ta qoladi. 14 dan 12 ni aytsak. Demak, javob A ni birinchisi, B ni ikkinchisi bo'ladi. Endi faqat javobda 1 yozilmaydi. Demak, tugadi. 46 gacha bo'lgan misollarda shular orqali ishlatiladi.